Assalomu alaykum hurmatli YouTuberlar va motosinni kuzatuvchilar. Akalar, bugun 1 tonnaga yuqorigacha yangicha turdagi elektronli muraviyimiz sotildi akalar. Muraviyimiz o'zining ko'rsam ranglar ikki xil ranglarda mavjud. Xuddi shunaqadan keyin shunaqa materialli ko'k ranglardan ham bor ekan. Bu materialimizda to'liq ma'lumotni hozir Xayrullo akangiz berib o'tadilar. Assalomu alaykum Xayrullo aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, tuzimsiz, charchamaysiz. Qayerga olib ketyapsiz aka? Buni xudo xolasa Beshariqda Sariqqamish degan joyiga. Beshariq tarafga aka. Ha, Beshariq tomonga. Aka, material haqida bitta to'liq ma'lumot berib o'tasiz. Ma'lumoti endi xudo xolasa uka bu 2025 yangi model bo'lib chiqdi. Hop. Miya motori 1.5 miya motor, ortda 58 li akkumulyator. Keyin ramalari ham o'ta pishiq, unaqangi holatda bo'lgan, o'ta qalin. Nimalari ham tunukalari ham pressdan chiqqan tunukalar, baqva tunukalar. Bort razmerlari nechida aka? 180 ga 135. Bort razmerlar 180 ga 135 lik qilib ishlangan. Balon razmerlarimiz 450 12. Akalar, risollar o'zing ko'rishim kerak. Risollari ham ancha baquvvat qilib ishlangan. Akalar, manzilimiz tushuntirib ketaman. Manzilimiz bunaqasi Qo'qondan chiqish, bunaqasi Epen ketsa kerak. To'liq manzildan Omonbog'li Oqaqanarda Kurugun o'rtasi Sulaymon choyxona yo'qorasida Sulaymon Bog'dor moto. Akalar, bemalol past yo'llarga telefon qilish mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.